1800 kunluk mashina haydab meşq maydonining o'zida. Yantaqa nechta kecha o'tmayga yana yurib o'tibdi. Bekat adam bo'lib qolsa, siz yayin tamom chirang. Yasini mashq bo'lgan gibi qimmatdi. Jiza numarchasiga yagam tanishaklar. Qanday chiqis numarchasida? Jizni layoqat bo'lganda intamon chadika jiz layoqat bo'lishi avvalga 5000 pul yetmaydi. Hozir ma'lum yurib qolib qolsa. Bunda bir oson masalan shunda ta'tilashtirib, bir o'quvchidan 2-3000 pul chiqmagicha ishirkin depirib o'rgatmaydigan javoblarimiz bor ekanlar. Endi mushta bo'lmasa o'quvchilarda pul xejlatmaydi. Ishlarga o'xshaydi. Bakar nurg'un o'shib pul xejlaydigan say bola mening sizni ketgan pulga mening ishim og'irladi. Bola degan bir ishqa bek ochig'im kelib bir chiqib qoldim. Mush nadan xalqlarimiz bek chiqqansizlar, mush qo'ylab o'quvchi bek chiqqansizlar. Mushunga bir foydalanib qilish uchun mush 3-turni o'rganayotgan o'quvchilar o'zinglar mayli 1-tanglar mayli 2-tanglar 3-turdan mush maktabdan o'qish puldan boshqa 3-turdan ketgan pullarni bir yo'llab qo'ygan 3-turga men o'zcha olsam mancha pul ketdi deblam. Mushni bir nadan xalqlarimiz nadan o'quvchilar uqib qolsin, ozroq pullarni prab olganligini bilib qolsin. Asli pulni o'ynab 3-tur jiq ketmay qolgan nisqib qolib qolsin. Bu nurg'un bolalar mush bilmay men o'tganma men qo'llab ishlamay qolishda bakar nurg'un o'shiq pul xejlaydi ekanlar bolalar mening sizning ketgan pulga mening ishim og'irladi. Yerda tushungan bir o'quvchimiz telefon qilibdi. 3-turga meşq maydonining o'zida imtihon maydoni emas, 1800 kunlik mashina haydab meşq maydonining o'zida. Yantaqa nechta kecha o'tmayga yana yurib o'tibdi. Bekatga adam bo'lib qolsa, siz yayin tamom chirang. Yasini mashq bo'lgan gibi qimmatdi. Jiza numarchasiga yagam tanishaklar. Qanday chiqis numarchasida? Jizni layoqat bo'lganda imtihon chadika jiz layoqat bo'lishi avvalga 5000 pul yetmaydi. Hozir ma'lum yurib qolib qolsa. Ma bala hamda bir telefonga menga degan gap shu. Men aytgan qishma kelmoqcha kelgan chaqda amaliyotda shu o'quvchimning o'zining og'zidan chiqqan gaplarmish. Ba'zan bir qo'ylab ketmagan, ba'zan bir shu uchinchi ketmoqchi bo'lgan pulni nechta uqamayotgan bolalar bunda uqib qilish uchun amaliyotda zo'pon tortma. Qishim ketlam qolib qolsa, mish gapimlash bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Bu oshda ketgan yerning ismini desam hamda yaxshi bo'lmay qoladi. Shu yerotgan haqning neni buzilib ketib qolmasin. Hamda o'zini so'ramag'ini yaxshi. Yaxshi bunday gapda qo'nqo'lashmasak bo'ladi, lekin men o'quvchimizdan ketgan pulga mening ishim og'rib qoldi. Har qanday bir odamning anglasanglar, ishi chiqdak ish. Bola meşq maydonida 1800 kunlik mashinada bir qidim intam qatnashmay, yana mashinada tutib qanday qilsam bo'ladi, bak telefon qilibdi. Mushta ketyapman, nech puldan pravil olaman deb o'qish puldan boshqa. To'pon kurash orqali hamda qanday o'rgansam yaxshi o'ynamayman. Mesela son telefon qilib gapdan gap chiqib, boshda gap bo'linib qoldi orliqda. Bu o'tmaydi ekan, timmoqsi o'tmaydi ekan, rolmoqsi o'tmaydi ekan, nima ish qilsa o'tmaydi ekan. Sizni bektas chiqib ketdi. Shuni layoqat qilish uchun shunda pul qayirib ketdi. Hamma yer yaxshi ekan, shuni o'tmaydi ekan. Bolalar nurg'un mashina jisi o'lchamlik emas. To'g'ri qilsin numarchida, xato qilsin numarchida. Jizni qanday tanishini tanishgan oldi. Bak bunda jizg'im eslamalar. O'rgatgan odamning niyati qarib bo'lmasa lekin oshindek bir nima tushuntirib qo'ysam, aslida 5-6 kunga xabar bu mashinada mendan chesimi, imtihon mashinasininki haqiqatan jisi bilan almashtirishgan bo'lsa, buncha qo'rqish emaslikdan bilib chiqqan bo'ladi aslida. Bek gol bolalar ekan. Tabii uchun hozir mush o'qiyotgan bolalar qanday o'qiydi deganda bu prav elib, prav orqali pul tepish maqsad emas, prav orqali kesib qilish maqsad emas. Pravga bir qo'shimcha kasab o'zimizdan faqat berib kelish, oramlashga birdan bir ehtiyojimiz qandaydigan bir qo'shimcha biz o'zimizning ehtiyoj bo'lganlik uchun melayotgan narsa. O'lcham tartib bo'yicha o'rgatsak tas emas bu. 5-6 soat deb bitib ketgan bolalar va hatto 7-8 soat deb bitib ketgan bolalar va buncha tas emas. Shunda bir oson marsdan shunda ta'tilashtirib, bir o'quvchidan 2-3000 pul chiqmagicha ishirkin depirib o'rgatmaydigan javoblarimiz bor ekanlar. Hamda mushta bo'lmasa o'quvchida pul xejlatmaydi. Biz ixtiyorliklarda zo'rg'a ish yo'q. O'zi men o'rganaman deb belgilash va shunlashqa shunday bir shunchalik bir fursatdan foydalanib hamda o'yinchilar qolishning o'rni yo'qdi hamda nurg'un o'quvchilarga shunday deyishim maqsad foydalanib qolsin. Tushuntirga menda bir mashinasida bilgansan nechta pul kelgan bilib qolsin degan masala yo'llab qo'yinglar da'tima ketishini lekin uncha jiq ketmaydi. Noyatchilikda siz insofli yashayna. Mishada 5 soat qo'l kelgan bo'lni hergiz 6 soat operatmayman, 6 soat kelgan hergiz 10 soat operatmayman. Shunda bo'lgandimi bizni qo'llaygan bolalar shuni jiq bo'ladi, shuni izlaygan bolalar jiq bo'ldi. Shunlashqa biz davomli yana bolalarning nazarda ustun o'rnida tura olamiz. Shu o'zimning yan chiqib ketgan bir oshinda bir halqa salban ishim siqilib qoldi. Yani mening endi ketmasam, lekin hamda oshinchilik bir odamning bir o'quvchining mishada bir mashinada uchun bir uyistikildan o'quvchilar qolsa otasidan so'raydi, xotinchilar qolsa yo'lishidan so'raydi. Bo'lmay qolib qolsa o'zi bir kun kecha ishlab topgan puli bir
soatlik mashina bo'ylashma qarish va izlagan chog'da men ehtiyojli bo'lgan chog'ni tepish uchun go'njoqlanglar, saqlanglar. Har qanday vaqtda telefon qilib, masalan, telefon ololmasammi va yoki vaqtida gap qilolmasammi, ozroq vaqt o'tganda vaqt sharoit chiqib, masalan, cho'qim maslahat beralayman, jiqroq ziyonning oldini olib qilishimiz uchun. Ish qilayotgan bolalar yoki masalan, so'ramaldan saqlanib aloqa qilishinglar davomli men sizlar uchun mulozimatda.